Lola, kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Bu hammasi Joyini deb. U menga e'tibor bermayapti. Yana o'sha Joey. Balki men unga loyiq emasdirman. Nonsens. Aslida u senga loyiq emas. Kamiga u g'alati bo'ladi. Ammo gap bunda emas. Xavotir olma, Lola. U senga boshqa hech qachon ko'nglingga ozor bermaydi. May, seni ko'rganimdan juda xursandman. Xudoyim, shu Lolani deb kelgan bo'lsang kerak. Hammasi uchun. Har doim uchrashuvni qayta boshqa vaqtga ko'chiraverasan. Bunga qaramasdan uni mensimay e'tibor ham bermading. Eshit, men aybdor emasman. Men unga kichik sovg'a qilmoqchi edim, lekin ikkilanib yurardim. Mana qara. Lekin eng yomoni nima, bilasanmi? Bu Lola bilan sizning munosabatingiz. May? Lola, xayriyat shu yerda ekansan. Azizam Lola, sen aynan o'rin paytda kelding. Bilsang men seni nega doim shunday yo'l tutishingga sira tushuna olmayman. Men shunchaki uni qo'rqitib qo'ymoqchi edim. Yetarli, May. Lola, Jin ursin May, senga o'zi nima bo'lgan? Rostdan ham shu ish beradi deb o'yladingmi? Bizning munosabatimizga aralashma. Lola? Men hammasini tushundim. Hazillashyapsanmi? Men bu safar xato qildim. Shunchaki seni doim Joey bilan ko'rish g'azablantirardi. Men har doim xato qilishini kutar edim va oxir-oqibat sen o'zingni yerga urib. Yo'q, quloq solmay. Gap men yoki Joy yoki senda ham emas. Sen doimo faqat o'zing haqingda o'ylaysan. Gapim to'g'rimi? Qachon to'xtash kerakligini bilmaysan. Vaziyat boshqacha bo'ladi deb o'ylaganim uchun esa hozir o'zimni ahmoqdek his qilyapman. Qo'llab-quvvatlasang bo'ladi-ku. Sen hech men nima his qilayotganim haqida o'ylab ko'rganmisan? Buni Joey berib yubordi. Yarashib oldingizmi? Yo'q, shunchaki unga nisbatan sal bo'lsa ham hurmatim paydo bo'ldi. Menimcha tashlab yuborgan deb o'ylayotgandir. Ha, mayli. Lekin Lola, men chindan ham uzr so'rayman va Boshlanishiga yomon emas.